Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari hamda kanalimizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar. Xudo xolasa bugungi videoroligimizda Kaliforniya yomg'ir chuvalchanlariga solinadigan ozuqalar haqida hamda ularni solingandan keyin ora-orada vaqti bilan chuvalchanlarga solingan ozuqani to'ntarib turish, ya'ni gazini chiqarish haqida bir manfaatli videorolik beramiz. Videolarimiz xato va kamchiliklar bo'lsa, oldin uzr so'raymiz. Bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga podpisatsiya qilib qo'yasizlar. Videolarimiz boshladik. Hurmatli do'stlar, ko'rib turganlaringdek mana shu beraktilarimizdan bu yilgi sezonimizni xudo xolasa yig'ishtirib oldik. Inshaalloh mana bu yilgi sezonimizni tugatdik. Ozmoz ostatga begumslarimiz qolgan. Xo'p, mana hurmatli do'stlar, Kaliforniya yomg'ir chuvalchanlariga olib kelgan ozuqa go'nglarimiz mana shu joyga zaxira qilib yig'amiz. Bu yog'i yangi beraktirlarimiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, hurmatli do'stlar, Kaliforniya yomg'ir chuvalchanlariga go'nglarni solib, ozuqalarni bergandan keyin vaqti bilan mana shu holatda ko'rishlaringiz mumkin ag'darib qo'yiladi. Sabab ichida achigan go'ngi, mana shunaqangi ko'karib ketgan go'nglar bo'ladigan bo'lsa, bularda mana gazi chiqadi hamda bu ozuqalar tepasiga chiqadi. Shuning uchun chuvalchanlar yuvilgan sari bu go'ngimiz yuvilib toza bo'lib ketadi. Shuni hisobiga chuvalchanlar bezatkaz akkuratniy porядкali qilib begumslarni ishlashni davom etadi. Mana bizni ish qurolimiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Qop-qora begums qilib bo'lgan. Mana bu mana urug'lari. Mana shu holatda bo'ladi. Xo'p, ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. Bu urug'idan chuvalchanlarimiz 2 tadan 5 ta 6 tagacha maksimum chiqadi. 21 kunda ochib chiqadi. Bu ochib chiqilgan lichinkamiz 90 kundan 120 kun oralig'ida voyaga yetadi. Voyaga yetgan chuvalchanlarimiz bir-biri bilan chachishib, urug' qo'yadigan davrga yetib kelgandan keyin hafta 10 kunda urug' qo'yaveradi. Bu degani matematik hisoblasa ham juda katta natija bo'lib ketadi. Katta sonlar chiqib ketadi. Bu degani juda ham aktiv, juda ham tez ko'payadi degani bu chuvalchanlarda. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu holatda choloqib ketganlari bo'lsa yoki yangi ozuqalar bo'lsa, ma'lum bir vaqt davomida yeyilgandan keyin mana shunday ko'p emas. Misol uchun bir sezonda, masalan 1 yilda 1 marta oladigan bo'lsak, mana shu holatda yo 2 marta yo 3 marta ora-orada to'ntarib qo'yiladi. To'ntarmasliklari ham mumkin. Qanday holatda? Masalan, ozuqa berilgan jarayonda oz-ozdan berilsa, go'nglarimiz toza yeyiladi, begumslarimiz toza, akkuratniy holatda bo'ladi. Shuning uchun go'ng berilyapti turgan, ozuqa berilyapti turganda chuvalchanlarga iloji boricha oz-ozdan berishni tavsiya qilamiz. Mana shu holatda maksimum darajada yozgi kunlarida 10 cm gacha, bo'lmasa 5 cm qalinlikda berib, misol uchun 1 oy, 1,5 oyda emas, 20 kun oralig'ida 5 cm, 10 cm qalinlikda o'rtasida beriladigan bo'lsa,
keyinchalik ortiqcha ishi bo'lmaydi. Biyagomislarda ichidan hosilni yig'ishtirib turganda chola biyagomislar chiqmaydi. Shuni hisobiga sifatli biyagomis olishlari mumkin bo'ladi. Mana bu yoqlarda ham zaxira, mana bu yoqda ham ko'rib turganlaringdek qo'shninikidan ham chiqadi. Qo'shnini og'ilidan ham unumli foydalanish maqsad. Ko'rib turganlaringdek mana kaplyerlarimiz har kuni sepilaveradi. Har kuni. Bir kunda 45 minut, yarim soatdan har bitta reaktorimizga sepilaveradi suv. Chuvalchanglarning holati juda ham aktiv. Bular постоянный ishda. 24 soat tinimsiz mehnat qiladi bular. Bugun shanba gapim bor. Ya boshqa deb bahana qilmaydi bular. Uzluksiz 24 soat haftada 7 kun ishda bular. Mana ko'rishlari mumkin. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada fikr mulohazalaringizni kutaman. Bemalol yozishlari mumkin, Xudo xolasa. Keyingi video roliklarimizda bundanda manfaatli bo'lgan Kaliforniya yog'mur chuvalchanlariga, boquvchilarga foydali bo'lgan mavzularni Xudo xolasa yoritib berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.